Qabulimizga 3,5 oylik chaqaloq keldi. Qizarishlari ozgina bor. Sezgisi bu oyda shu yoshda sal ko'proq bo'ladi 1 oylikka qaraganda. Lekin bunga biz lidokain bilan muzlatib standart xatna qilamiz. Odatda 1 minutda muzlaydi. Ishimiz taxminan 2 daqiqa inshaalloh. Alloh, barakalloh. Mana shunchaki qarshilik ko'rsatyapti. G'ashiga tegyapti. Biz xatlarni qila oldik. Svet uchsa ham xatlarni qila oldik. Suskasini olib qo'ya qoling bo'ldi. Suskani Qo'yib qo'yaman profilaktika uchun. Bir kundan keyin o'zi tushib ketadi yoki vannochka qilgan paytda tushirib yuborasizlar. Janjal qilmaydi. 4 oyliklar hamma joyda to'polon qilib boshlaydi. Qani ko'tarsangiz jimib qoladi. Bonus sifatida. Ha, shuni o'zi bilan ham bitirsa bo'ladi. Xo'p, faqat boshida 3 kun betadin qilsalar yana ham yaxshi. Salomat bo'linglar. Xo'p.